Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Umumiy bozorlardan hozir qisqacha bo'layotgan voqeliklarni birgalikda tahlil qilib chiqamiz. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak, nimalardan sal uzoqroq turishimiz kerak. Shularni birin-ketin ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p. Hozir umumiy holatda birinchi o'rinda bo'layotgan voqeliklarni, ya'ni ko'ryapsizlar, Eron bilan Izrael orasidagi bo'layotgan, ya'ni urushlar deymizmi, shu narsa kundan kunga kuchayib boryapti. Izrael qilayotgan atakalari, birinchi kundagi bo'lgan atakalar o'sha Erondagi eng kerakli va eng nufuzli insonlarni bu dunyodan ketishiga sababchi bo'ldi. Endi shu qatordan Eron barcha o'z kuchlarini nima deydi, ishlatgan holda Amerikani barcha bazalariga imkon qadar ataka qilishga harakat qilyapti. Shuni ko'rishingiz mumkin. Mana hozir Telegram kanalimizda ham kecha post yozgandik, ya'ni post qo'ygandik, joylagandik. Bu nima? Mana Erondan turib, mana shu har xil davlatlardagi Amerikani o'zini avia bazalari bor. O'sha bazalarga ko'proq hujumlar qilyapti. Bu mana hozir Fransiya, Italiya degan unchalik emas, lekin o'tlagan hujum bo'ldi bitta ikkita. Lekin ko'proq qatlagan desa, mana Qatar, Dubayda, Birlashgan Arab Amirliklariga, Saudiyaga, ko'proq Izraelga hujumlar bo'lib o'tyapti. Endi keyingi bo'layotgan masala. Bu hujumlar asosida juda ham ko'p joylar nima deydi, zarar ko'ryapti, juda ham ko'p infrastrukturaga zarar ko'ryapti. Ayniqsa mana Strait Hormuz degan joy bor. Ko'pchiliginglar eshitgansizlar. Bu yerdan o'sha 20% butun dunyoni ta'minlaydigan neft mahsulotlari boshqa tomonlarga, ya'ni o'sha Xitoyga deylik, Yevropa davlatlariga, ko'proq o'sha yon atrofdagi davlatlarga mana shu Hormuz, ya'ni kichkina o'sha 33 kilometr masofa ichidagi joydan o'tadi, ya'ni katta-katta korabellarda. Mana shu narsa kechagi ma'lumotlarga ko'ra Eron bu o'sha Strait Hormuz degan joyni, ya'ni o'sha anaqani yopib qo'yyapti. Ya'ni bu joydan hech qanaqa kema suzib o'tmaslikka kafil bo'laman, men turib beraman degan ma'lumotlarni aytayapti. Ya'ni o'tmasin deyapti. Nimaga? Chunki ko'rasizlar, yangiliklarda ham ko'rishimiz mumkin. Hozir birgalikda bitta yangiliklarni ko'rib chiqamiz. Oxirgi bo'lgan yangiliklardan bittasi mana har xil joylarda pojarlar bo'lyapti. Ya'ni именно o'sha neft ishlab chiqaruvchi joylarga ko'proq atakalar ham bo'lyapti. Ba'zi joylarda mana ko'ring, Amanga keyin hozir boya bitta video ko'rgan edim. Что bo'tda to'g'ridan to'g'ri neftinoy zavodga ataka qilishgan va o'sha neftinoy zavoddagi ishchilarni o'zi уже qayerga ketishini bilmay mana shunaqa bo'lyapti. Mana ko'rasizlar, hozir gazga bo'lgan narx juda ham oshib ketgan UK da. Undan tashqari hozir mana bitta video bor edi. Video ham emas, odamlarni ketayotganini ko'rsatmasi bor edi. Bu menimcha ertalabki ma'lumotlar edi. Lekin umumiy holda barga ham ko'rishimiz mumkin, neftinoy to'shkalarga atakalar bo'lyapti va o'sha tabiiyki boshqa davlatlarga neft ishlab chiqarishi yoki neftni supply qilinishi ta'minotlari to'xtab turibdi. Bu to'xtab turish qancha davom etadi hech kim bilmaydi. Ayniqsa hozirgi boshlangan bir-biriga bo'lgan atakalar qancha davom etishini hech kim bilmaydi. Bu yerda Amerika aytayapti, bir haftada biz bo'lib tugatamiz hamma ishimizni deyapti. Bu yoqdan Izrael yo'q, biz anaqa oxirigacha kurashamiz. Bu yerda yaderniy оружиеsi bor, Eronni o'shani bartaraf qilishimiz kerak deyapti. Bu yerdan Eron biz ham до конца urushamiz deyapti. Shuning uchun hech kim hech nima hozircha bilib bo'lmaydi. Chunki bugun tinch uxlaymiz deb hamma yotganda kechasi boshlanayotgan voqeliklarda o'z aslida. Buni ko'rasizlar. Mana shu Eronning eng nufuzli insonni olamdan o'tishiga sababchi bo'ldi shu birinchi kundagi bo'lib o'tgan hujumlar. Xo'p, shu sababdan ham Erondagi insonlar ko'p aksar insonlari yo bizni до конца borishimiz kerak, bu o'sha bo'ldi bizning majburiyatimiz deb aytishyapti. Endi tabiiyki Eronda ikkinchi iqlim bor, ya'ni ikkinchi tomon bor. Bular ko'proq yevropalashgan insonlar yoki o'sha Eronni mana shu hozirgi islom siyosatiga qarshi chiqayotgan insonlar bor. Bular hozir Tramp shu hujum qilgandan keyin juda ham ko'pchilik xursand bo'lyapti. Bu narsa bo'lmasligiga o'zini ovozini berishyapti. Shunaqa ma'lumotlar ko'p.
mana bu yerda ko'rasizlar, iranskiy женская komanda по футболу отказалась петь nasionalniy gimn. Bu ham qaysidir ma'noda o'sha ikkinchi talqinga to'g'ri kelyapti. Ya'ni Eronligini qabul qilmayotgan o'zini ichidagi aholisi ham bor. Chunki qaranglar, hozirgi bo'layotgan siyosat qanaqa? Bu o'sha urush boshlanishidan oldin o'zi xalq ichida shunaqa g'ulg'ula, bir-biriga bo'lgan munosabatda buzilishga sababchi bo'layotgan omillar ko'p bo'ldi. Ya'ni u omillarni ham tashqaridan kelib, fitnalar, har xil ma'lumotlar chiqazildi. Masalan, qaranglar, mana shu juma kuni, shanba kundan boshlangan ataka bo'ladigan bo'lsa, deylik, undan o'zi aslida 3-4 kun oldin Eronning o'zida har xil xalq o'zi chiqib norozichiliklarni bildirib kelayotgan edi. Hozir mana yana yangilik qanaqa chiqyapti, qaranglar. Okey, bu emas. Yana hozir mana bitta nimaga e'tibor berishimiz kerak bo'lgan yangilik chiqdi mana. Qatar прекратит добычу энергоресурсов. Nimalarga e'tibor berishimiz kerak, qaranglar. Mochovina, polimerov, metanola и alyuminiy. Mana ko'rasizlar, mana shu mahsulotlarga taalluqli bo'lgan korxonalarning aksiyalariga e'tibor berishimiz kerak. Tabiiyki neftinoy korxonalar davom etaveradi. Chunki mana neft qaranglar. Biz o'tgan hafta o'sha bir 10 kunchami oldin, 12 kuncha oldin analiz qilganimizda mana narx mashitda turganda, накопление zonasida edi, mana mashitda. Va hozir qaranglar, 60 ming, 68 ming atrofida turdi, hozir mana 84 ming. Hozir bir 10 minut oldin 82 ming edi. Chunki bu shiddat bilan uchyapti. Nimaga? Tabiiyki ko'rasizlar, xomuz yopilyapti. Butun dunyoga tarqaladigan o'sha neft mahsulotlari to'xtagandan keyin 20% butun dunyoning ta'minotini. Bu tabiiyki nima bo'ladi? Supply tugasa, ya'ni supply to'xtatilsa, demand o'sha bo'lib tursa ham qolgan mahsulotlarga talash bo'ladi. Ya'ni insonlar, ya'ni o'sha korxonalar, davlatlar shu narsani menga ber, men qimmatroq olib beraman, men 70 beraman, men 80 beraman deb narxi oshib ketishiga tabiiyki ta'sir o'tkazadi bu. Endi shu kabi biz qaysi aksiyalarga e'tibor berishimiz kerakligini o'shanda aytgan edik. Eng zo'ri bu mana halolligi bo'yicha Indo edi. Mana ko'rasizlar, Indo ham hozir mana o'sha kunlarda qaraganimizda mana yerda 3-4 dollarlar atrofida edi. Hozir 8 dollarga, kecha ya'ni 100% natija berdi. Hozir mana undan tashqari boshqa aksiyalar bor, o'zimizning komanda bor. Mana shu komandaga shu ma'lumotlarni berib chiqqandik. Hop, mana Yusek Tipet. Tipet degan kichkina aksiya bor. Bu ham 35 sentdan qaranglar, 1 dollar 33 sentga. Qaranglar, qaysi joyda turadi? 35, 37, 38, 40 dollar, 40 sentlar atrofida edi. Bu hali o'sishda davom etadi. Mana qaranglar. Mana qaranglar. Pre-marketda bitta ochib qaraylik. Narxi qaranglar. Kecha 1 dollarda yopilgan aksiya 1 dollar 3 sent, hozir 2 dollar. Yana bir kunning ichida yana 100% o'sibdi. Ko'rasizlar? Qanaqa kichkina kapitalizatsiyaga ega bo'lgan korxonalar ham butun Amerika fond birjalarida qanchalik talabda bo'ladi, qanchalik e'tiborda bo'ladi. Ayniqsa shunaqa paytlar. Agar o'sha o'tmishda, ya'ni o'sha 1-2 hafta oldin qo'ygan videomizni ko'rgan bo'lsanglar, biz tarixni aytib o'tgandik. Indo degan aksiyada ayniqsa ko'pincha bo'lgan shu narsa, o'sha Rossiya bilan Ukraina urushi boshlanganda ham Indo aksiyasi mana ko'rasizlar 2-3 dollar atrofidan 89 dollargacha, 85-89 dollargacha chiqib ketgan. Qaranglar qanchalik o'sish. Mana 3000% ga yaqin o'sish. 3000% ga yaqin o'sish. Ya'ni aslida qaysidir ma'noda bu bir imkoniyat. Mana hozir ham deylik, o'zini eng tubidan qarasa 200% o'sibdi. Indo 200% o'sgan. Boyiga Tipetni olib qaraylik. Tipet korxonasi hozirda esa shu eng tubidan olib qaraydigan bo'lsak 400% o'sib, 450% o'sibdi, ko'rasizlar. O'zi mana shu narsalarga ozgina siklishni e'tiborlanib berib turishimiz kerak. Endi hozir bitta narsani yana ko'rib ketamiz. Endi o'sha nima dedim? Neftinoy mahsulotlardan ketdi. Kriptoga o'tamiz. Kriptoda ham Bitcoinni hozir umumiy holatda bitta ko'radigan bo'lsak, hozirgi bo'layotgan voqelik Bitcoinda
kecha yaxshi ob'yom bo'lib, savdo hajmi bo'lib, narx o'sdi va o'zidan oldingi maksimum yangiladi. Endi bugun va ertaga agar kichkina ob'yomda mana shu qizil liniyamizdan pastga ketib qolishga berishmasa, bu darcha tepaga yurishni boshlaydi. Faqatgina bitta narsa esda qolsin, volume pasayishi kerak. Volume pasayishi kerak. Mana shu narsani gruppamizga yuborib qo'yaman. Volume pasayishi kerak. Volume pasaygan holda biz keyin qaysi aksiyalarga e'tibor beramiz? MSTR. Mana o'zi kunlikda zo'r yopildi, lekin ozgina pre-marketda buni ko'rasizlar, ozgina atkat beryapti pre-marketda. O'zim sal ko'tarsam, mana pastki tomonda ko'ryapti sizlarga. Pre-marketda ozgina atkat beryapti. Xo'p. MSTR bor, BMNR bor. Mana shu ikkita aksiyani o'zi yetadi. Chunki mana qaranglar, zo'r nakapleniya holatda turibdi bular ham. Bular ham bitta yaxshi, Bitcoin bitta yaxshi yurishni boshlasa, shunlar bular ham kamida mana shu BMNR ham 28, 30, даже $50 ga ham chiqib ketishi mumkin. Nima uchun deyilsa, short squeeze degan narsa bor. Short squeeze. Short squeeze. Sal squeeze. Short squeeze nima degani? Biz squeeze so'zi sal boshqacharoq yozilishi mumkin edi. Xo'p, short squeeze degani short insonlar, ya'ni sotuvchi insonlar, bozorga qarama-qarshi insonlar mana shu joylarda sotgan deylik. Botlarda ham hozir sotyapti. Endi narx tepaga yurishni boshlasa, bular mana shu yig'ilgan short squeezechilar stoplarni olishni boshlaydi. Stop olishni boshlaydi. Qancha ko'p narx tepaga yurishni boshlasa, ham stopini oladi. Stop degani bu buy order. Buy order bo'lgandan keyin tabiiyki nima bo'ladi bozorda? Qo'shimcha savdo hajmi kirib keladi. Покупка bo'ladi. Shu uchun ham short squeeze deb nomlanadi. Ya'ni short qilgan insonlar siqib chiqazib yuborish degan. Shuning uchun Bitcoinga hozir e'tibor berib turamiz. Hozir ключевой nuqtalarda 1-2 kunda hal bo'ladi. Agar mana shu 62400 hozir aniqroq aytamiz, 62345 dan pastga tushib ketib qolmasa bo'ldi. Chunki bir marta keldi, teparoqda yopildi, dalishda o'shaning uchun ham yaxshi reaksiya berib turib o'sishni boshladi. Xo'p. Bundan tashqari hozir umumiy holatda indekslarni ko'radigan bo'lsak, indekslarimizni bizning ключевой nuqtalarga kelyapti. Mana shu joylarni yengilasa, urvindan keyin tagida juda ham katta bo'shliq, pastga qarab ketish ehtimolimiz bor. Yaqin orada kattaroq korreksiya bo'lish ehtimoli ham bor. Nima uchun? Mana turishini qaranglar, juda ham katta nakapleniya va shu nakapleniyaga nisbatan buni tagida bo'shliq bor. Mana 22000 la atrofigacha kuchliroq tashlash mumkin Nasdaq. SP500 dan xuddi shu ahvol. Ko'rasizlar, mana ключевой уровень bizada, undan keyin bu yoqdagi уровень bor. Mana shu ikkita уровень bizsa, undan keyin pustota. Qatgacha mana bungacha unda ham 6113 gacha. Endi tillarga e'tibor berib qo'yamiz. Tillarda mana bugun sal sotuv bor. Предыдущий maksimum yengillashmadi. Endi esingizda tursin. Globalniy mana o'zidan oldingi maksimum yengillashga berishmadimi? Bu degani глубокий откат qiladi degani. Глубокий откат nima degani? Bu qaysidir ma'noda hozir tushuntirib beraman. Bizda bitta minimum bor, ikkinchi minimum bor. Lekin bu yerda ham minimum bor. Bu global, bu local. Bu degani globalni откат qiladigan bo'lsa, bitta yo ikkita minimumni yengillash kerak bo'ladi. 1, 2, keyin bu yerdan yengillab ketish mumkin. Ya'ni manba umumiy globalni minimumni yengillamaydi. Nima uchun deyilsa, globalni minimum yengillab qo'ysa bo'ldi. Kuchli pastga tushishlar boshlanadi. Lokalni minimum yengillanish degani bu yangi pul kirib kelishiga sabab bo'lishi hisoblanadi va shu uchun ham lokalni minimumli yengillanib, yangi pul kiradi va umumiy holatiga all time high. Ya'ni tilla all time high ga chiqishi mumkin. Faqatgina ba'zi ma'lumotlar va nima deydi, nechidir kun kutib turishimiz kerak bo'ladi.
Endi biz tabiiyki tillarda savdo qilmas ekanmiz, prosta sizlarga ma'lumot sifatida aytib o'tib ketdik shu narsalarni. Silverni ham bitta ko'rib chiqamiz. Tilla, kumushda ham juda ham zo'r. Mana o'zidan oldingi maksimum yengiladi, lekin mana maksimum bor. Bu yerda yengilmaganligi uchun ham ozgina harakat qiladi. 71 minglarga ham tushishi mumkin даже. 70 minglarga tushib, u yerdan tepaga qaytib ko'tarilsa juda ham zo'r va o'zidan oldingi maksimum yengilagani keyingi target shunaqa bo'ladi. Shu uchun ham mana shu videolarni kuzatib boringlar. Kuzatishda davom etmaydi. Biz imkon qadar har kuni yoki через день bo'lsa ham sizlarga update, ya'ni bozordagi o'zgarishlarni aytib boramiz va qaysi aksiyalarga e'tibor beryapmiz, o'zimiz shu narsalarni aytib o'tib ketamiz. Xo'p, bu qanaqadir takliflar bo'lsa, tabiiyki bizlarni mana shu izohlarda yozib qoldiringlar va biz sizlarni izohlaringizga tayangan holda yangi ma'lumotlarni ulashishga harakat qilamiz. Kuninglar xayrli o'tsin, savdolaringizda omad. Texnologiya sektoridan sal ehtiyot bo'lib turasizlar.